Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men Xorazm viloyati Yangibozor tumani 27-son maktabning 10-sinf o'quvchisi Tojiboyeva Zeboxon. Men bugun sizlarga o'zim yaqindagina mutolaa qilgan va meni chuqur o'yga to'ldirgan bir asar, ya'ni bolalar adabiyoti sultoni Xudoyberdi To'xtaboyevning Sariq devni minib romani haqida gapirib bermoqchiman. Asar bosh qahramoni Hoshimjon ismli oddiy maktab o'quvchisi. U dars qilishni yoqtirmaydi, tezroq boyib ketishni va mehnat qilmasdan hamma narsaga erishishni xohlaydi. Tasodifan u sehrli qalpoqchani topib oladi va uni Sariq dev deb ataydi. Mana shu joyda asarning eng asosiy tahliliy nuqtasi boshlanadi. Yozuvchi sehrli qalpoqcha timsolida insonning ichidagi yalqovlik, tayyorxo'rlik va oson yo'l bilan muvaffaqiyatga erishish istagini ko'rsatib bergan. Hoshimjon qalpoqcha yordamida imtihonlardan oson o'tadi, odamlarni aldaydi, hatto dori-darmonlarsiz ham odamlarni davolamoqchi bo'ladi. Ammo mehnat va chuqur bilim bo'lmagan joyda har qanday sehr baribir inqirozga uchraydi. Hoshimjonning barcha sirlari fosh bo'ladi va u uyatda qoladi. Bu asar nafaqat o'tgan asrdagi bolalar, balki bugungi bizning zamondoshlarimiz uchun ham juda muhim hisoblanadi. Zero, bugungi texnologiyalar rivojlangan asrda ham kitob o'qish o'rnini hech qanday kompyuter yoki qisqa videolar bosa olmaydi. Bilim bizning eng haqiqiy sehrli qalpoqchamizdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Kitob o'qishdan to'xtamang.